Osyomichi 3 xonali 89 kvadrat azizlar. 7-qavat. O'ynatishim bo'lasiz. Xo'p, korobka holati azizlar, prixojka mebel uchun joy, srazu yuvinish xonasi, hojatxona, razdelniy va azizlar 3 ta katta yashash xonasi. Ya'ni 3 ta zal qilib bo'ladi. Xohlagan xonani zal qilasiz, nimaki hammasi katta bir xil. Xo'p, uglovoy трехсторонний ветреный xonamiz 89 kvadrat. Azizlar, xo'p, ikkinchi yashash xonasi. Xo'p, ana bu yerdan lokatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Zarbov Tower xonalari 8-qavati ham tayyor Zarbov Tower. Xo'p, koridordan to'g'rimizga oshxonamiz, shochiklari qo'yilgan, vodlari allaqachon bo'lgan. Oshxona ham kichik emas. Mana obzorimiz turistik zona, eski stadion Spartak shunday ko'rinib turibdi. Erta endi bu yerga chiroyli turizm zonasiga aylanadi. Xo'p, va 3-yashash xonamiz, bu derazamiz eski Tsum ko'chasiga qarab o'tiribdi. Mana bu Hamza ko'chasi va Sadriddin Ayni ko'chalari kesishmasi, chap tomonimizga eski Tsum. Xo'p, azizlar, korobka holati azizlar, vodlari bo'lgan, ko'p qavatli binomizni 7-qavatida joylashgan, liftlari bor, vodlari bo'lgan azizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 43500 va albatta kichkina zazorchasi bor azizlar. Telefon qilinglar, baraka qilinglar, Seha Dushuvajay Premium Mulk.